Assalomu alaykum gruppadagilar, yaxshimisizlar? Charchamasdan salomatliklaringiz yaxshimi? Xudo xolasa mana bugun 14 da topshirgan akalarimiz atletlarni olib kelishga muvaffaq bo'ldik. Xudo xohlasa bizda birinchi akamiz Salim akamiz, Hamroqulov Salim aka, ikkinchisi Elbek aka Qilichev, keyingisi Firdavs Rahimov, keyingisi o'zim Fazliddin Rahmonqulov, keyingisi Jamshid aka Bekbudov, keyingisi Jamshid og'amiz Rajabov. Bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz xudo xolasa. Xudo xolasa og'ajim mana vizalaringiz Qilichev Elbek aka. Elbek aka xudo xolasa mana sizning vizangiz akajon. Xudo xolasa mana vizalaring Xudo xayrli barokatli qilgan bo'lsin. Jamshid og'amizga atkaz bo'libdi. Shunaqa joylari ham bor, atkaz ham bo'lib turadi, chunki hammaga 100% chiqmaydi, chunki u pasol, unga hech kim aniq qila olmaydi. Xudo xolasa endi atkazlarni o'rganamiz, nima qanaqa qaytadan topshiramiz Jamshid aka xudo xolasa. Jamshid og'a mana xudo xolasa sizning ham vizangiz Xudo xayrli barokatli qilgan bo'lsin. Bunday atkazlar ham bo'lib turadi, u tabiiy holat, 100% hech kim kafolat bera olmaydi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Keyingi safar shokalarimiz siz bo'lishingiz mumkin deymiz. Salomat bo'linglar. Rahmat.